Yillar davomida qabziyatdan qiynalaman. Ichi har kuni keladigan insonlarga havasim keladi. Barcha dietoklarni aytganini qildim. Bir tinga qimmat usullar. Aynan shu komment nimagadir e'tiborimni tortdi. Yillar davomida qabziyatdan qiynaladiganlar, ichi har kuni kelishni orzu qiladiganlar, dorilar, detokslar, har xil usullarni qildingiz. Agar sizga foyda bermayotgan bo'lsa, demak sizni tanangizda ichak shamollashi kasalligi bor. Ichak shamollashi bor insonlar ichi 3-4 kungacha toki dori yoki har xil choyni ichgungacha kelmaydigan insonlar uchun ichak shamollashini tuzatadigan oddiy va xalqona usulni aytaman. 3-4 kun bajarasiz va albatta effektini ko'rasiz. Bir piyola toza asalga 1 osh qoshiq maydalangan sedanni aralashtiramiz va tayyor aralashmani bir kun davomida qorong'u xonada saqlaymiz. Ushbu bir piyola massamizni har kuni ertalab och qoringa 1 choy qoshiqdan ichasiz. Ichak shamollashini oldini oladi, metabolizmni yaxshi tezlashtirib, ichingizni ham tezroq kelishga yordam beradi. Ushbu usulni 3-4 kun qilsangiz yetarli, effektini ko'rasiz. Retsept oson va xalqona hisoblangani uchun ko'pchilik insonga yetib borishi shart, chunki qabziyatdan minglab insonlar hali ham aziyat chekishadi. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab qo'yishni va ko'proq insonga yetib borish uchun like bosishni unutmang.